Ayol kishida shunaqa baraka borki, unga erkak bug'doy bersa un qiladi. Un bersa xamir qiladi. Xamirdan non chiqaradi. Ayol kishi shunaqa barakali bo'ladi. Nima bersangiz, uni ortig'i bilan sizga qaytarib beradi. Erkaklar ayoldan baxtni kutmoqchi bo'lsa, mehrni kutmoqchi bo'lsa, o'zi berayotgan narsasiga qarasin. O'zi baxt berayotgan bo'lsa, 2 barobar ortiq qilib baxt oladi. Mehr bersa 2 barobar ortiq mehr ko'radi. Agar zulm qilsa, mehr ko'zi bilan qaramasa, unda ham uni aksi bo'ladi. Ayoliga mehr bermasdan mehr kutayotgan erkaklar shundaylarga o'xshaydiki, quruq yerga suv quyib bug'doy chiqishini kutib turgan erkakka o'xshaydi, odamga o'xshaydi. Shuning uchun ayolingizdan nimani xohlayapsiz? Nimani kutyapsiz? Siz o'sha narsani, masalliqlarni, ozuqalarni olib kelib bering ayolingizga. Keyin u sizga tayyorlab beradi. Boshingizga sinov kelsa hech qachon o'kinmang. Hatto sinovlar ketma-ket kelsa siqilmang. Alloh meni yomon ko'radi demang. Alloh yomon ko'rgan bandasiga sinov bermaydi, birodarlar. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga sinov beradi. Hatto sinovlarni ketma-ket